Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Tarxat Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozul Alildi o'zining orzuli qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Bu chaqcha barliq mo'rtlar hovlining ichkarisidagi yotoqlarga tarqalib kirib ketishdi. Qutatmish bilan Aytulun daraxtlar orasidagi uzunchoq o'rindiqqa yonma-yon o'tirishdi. Qutatmish Adar qizning echinishli qismatini so'zlab berdi. Ah, bechora qiz. Asru o Tangrim uning ruhini qutlug' qilg'ay. Endi siz gap qiling. Qanday qilib ma'ni murti bo'lib qoldingiz? Boshqa sanatchilar nada? Sizga so'zlab beray. Siz bu yerdan ketib uzoq o'tmay, podshoh o'z qo'shinlarini boshlab shahardan chiqib ketdi. Keyin Anlushan qo'shin tortib keldi. Ular bu shaharda dahshatli bulanchilik va qirg'inchilik yurgizdi. Chang'an ishg'ol qilinib 2-kuni bizning hovlimizga bir to'p bulanchilar bostirib kirdi. Ular uylarni oqtirib, pulga yarag'udek narsalarning hammasini oldi. Andin o'makimizdagi qiz ayol san'atchilarni tutishga boshladi. O'makdagi erlar endi sukut qilib turmadi. Ular bolta, pichoq, kaltaklarni ko'tarib bulanchilarga tashlandi. Biz qizlarmi qo'limizga nima chiqsa shuni elib o'zimizni qo'g'didik. Lekin qon to'kib odatlangan bulanchilar qilich, nayza, o'qyalarni ishqa soldi. Keyin qanday bo'ldi? O'mak xo'jayini sizning otingiz qani? Hammasi. Ularning hammasi. Hech kim tirik qolmadi. Men hammani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Siz qanday bo'lib bu yerga kelib qoldingiz? Bir bulanchi keynimdan itilib kelib, meni jim tutib oldi. U qo'limdagi kaltakni cho'rib tashlab, meni bo'sh qolgan bir uyga so'rab akirib paskashlik qilg'ili turdi. Men chaqqonlik bilan shira ustidagi bir pichoqni elib olib, uning qornini yerib etdim. Men qotil bo'lib qoldim, Qutatmish. Undaq demang. Herkes undaq demang. Siz qotil emas. Undaq ahvolda shunday qilmasangiz bo'lmaydi. Siz to'g'ri qilsiz. Bulanchilar o'ldirilganlarning yo'llarini aqtirib, oltin kumush yig'ish bilan band bo'lib ketgan edi. Men bor kuchim bilan yugurganimcha hovlidan qochib chiqib, o'sha ibodatxonaning oldiga kelib qopdim. Keynimdan bir necha bulanchi otlarni choptirib kelib qoldi. Dal shu chaqda ibodatxonaning darvozasi ochilib, bosh ruhoniy chiqib keldi. U otliq bulanchilarning oldiga kelib, o'ng qo'lini ko'targan holda "To'xtanglar" deb xitob qildi. Bulanchilar to'xtadi. Men haddidan ortiq qo'rqib ketganligimdan qanday qilishimni bilmay bosh ruhoniyning keyniga o'tib turib oldim. Chunki
Başka kaçırgan yerim yok idi. Baş ruhani ulug'var qiyafet bilan nasihat qilgan talaffuzda so'zladi. Tirik jonga azar berish qorong'ulik dunyosining gunohlari jumlasidandir. Yo'ruq tangrilar, oy tangri bilan kun tangri bunda qilmishlarni yoqtirmaydi. Ey ozg'un gunohkorlar, yomon yo'ldan qaytinglar. Hammaga qodir Azruo tangridan qo'rqinglar. Atliq bo'langchilar xuddi sehrlangandek boshlarini egib yavaşlab ketishdi. Baş ruhani yana xitob qildi. Qaytinglar, ozg'un gunohkorlar. Sizlar so'q deyishgansizlar. So'qdi xalqi nurliq ma'ni ruhiga e'tiqod qiladi. Ma'ni xayla tirik jonga uvol qilmaslikka paris. Shuning bilan bulangchilar o'ntin chiqarmasdan keyniga burilib ketib qilishdi. Shundan keyin siz shu ibodatxonada turib qoldingizmi? Men bek qo'rqib ketganligimdan, ko'tirgisiz dard alam, qayg'u hasratdan xuddi ruhim chiqib ketgandek bo'lib, qattiq og'rib yetib qoldim. Rahiblar meni davoladi, har xil o'simlik dorilarini qaynatib ichirdi. O'rnimdan turg'idek bo'lganda, bash ruhani menga ma'ni dinini tushuntirib saboq berishga boshladi. Shuning bilan ma'ni xay bo'lib ketdingizmi? Ha. Agar siz ma'ni ta'limotlarini anglagan bo'lsangiz, anglamayman. Men shamollarga, ko'k tangriga e'tiqod qilaman. Ma'ni dini odamlarni yaxshilikqa, insofga boshlaydi. Ma'ni ruhi hammaga qodir. Meni qo'g'lab kelgan hiliga bo'langchilar bash ruhoniyning ma'ni nomini tilga ilib xitob qilishi bilan to'xtab qilishdi. Mana bu ma'ni ruhining mo'jizasi emasmi? Ma'ni deya ismni anglash bilan bu qanxo'r ularning yovuzligi yo'qoldi. Agar hamma odam ma'ni diniga e'tiqod qilsa, urush talashlarmi, qirg'inchiliklarmi bo'lmaydi. Odamlar o'zaro dushmanlashmay, tinch, xotirjam yashaydigan bo'ladi. Balkim shundoqdir. Ular yana uzoq mungdashdi. Shu asnoda navbatchi rahibning bo'yli ichini aylanib yurib to'g'lig'ini anglandi. Rahiblar va murtlar g'izolanishga kirsin! Qutatmish o'rnidan turdi. Ma'qulamsa, biz xo'shlashaylik. Omon esan turg'anligingizni ko'rib xotirjam bo'ldim. Endi qaytay. Endi nega borasiz? Qo'shinga qaytmasam bo'lmaydi, Aytolun. Men hozir jangchi. Uning ustiga meni yana qiladigan ishim bor. Meni mushundaqli tashlab ketamsiz? Qutatmishning qalbida illiq davolg'ish yuz berdi. Uning bu baxtsiz qizg'i ichi og'ridimi? Burunqideklar uni singlisida ko'rib yestashlik qilyapamdi. Yoki odatdagi do'stlikdan cho'nqurroq bo'lgan texmi issiqroq sezgi uning ixtiyorini asir qildimi? Shu topda buni Qutatmish o'zimi tushunmaydi. Lekin shunisi ayonki, bu ojiz yetim qiz Qutatmishga texmi yaqinlik, texmi suyimlik tuyulmoqda. U hayronlik ichida bu qo'rdonlik qizdan ayrilg'isi kelmayotganligini sezdi. Keyin yana kelaman, Aytolun. Sizni ko'rgili kelaman. Xayr, xo'sh. Omon bo'ling. U murakkablashib ketayotgan hissiyotini besib olish uchun tez-tez qadam tashlab, eti bog'langan daraxtning tuviga keldi. U endi qizga qaramasdan nima uchundir qo'llashmagan harakat bilan chulburni oldirab yashtidan etiga mindi. Dal shu chaqda Aytolun yugurib kelib uning putiga esildi. Men bu siz bilan ketay Qutatmish. Menga asraqmi ko'nglingiz yo'qmi? Mushundaqli ketadigan odam bu yerga meni izlab kelmasangiz bo'lmasmidi? Jang oyoqlashganda cho'qim kelaman, Aytolun. Ikkimiz birga ketamiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Oxirgi so'zlar uning og'zidan qandoq chiqib ketganligini Qutatmish o'zimi bilmay qoldi. U faqat shu chaqda o'zining yuragida Aytolunning o'ti tutashganligini tushundi.
Hasrat va xushalliqning murakkab aralashmasidan beshi gangrab qolgan yigit etining beqillirg'i o'tiklarining o'ktisi bilan qattiq niqdi. Bunda qo'polliqqa ko'nmagan chilan to'ruq cho'chib tipirlab ketdi-da, qo'rudan xuddi shamoldek uchib chiqib ketdi. Aytulun uning keynidan ko'chaga yugurib chiqdi-da, "Azru Tangri, qutatmishni o'z panohingda saqlag'aysan" deb ko'zlarini arishga qaratdi. An Lushan ko'z og'riqiga giribdor bo'lib qolgan edi. Uning ko'zlari yashang'irab, qichishib, ko'rish quvvati kundan kunga ojizlab ketib-o'tadi. U ot minib uzun safarlarga chiqolmaydigan, quyoshga udul qarayolmaydigan bo'lib qoldi. Kesili ig'irlashgan seri uning mijazi o'sonlashqili turadi. Qo'l ostidagilar kichkina savallik o'tkazib qo'ysam o'zini besib ololmay uzoqdan uzoq tillab ketadi. Hatto urib ketadi. Uyg'ur qo'shinining kelganligi va bir qitimliq jangdala Chang'anning qo'ldan ketganligi to'g'risidagi xabarni anglagandan keyin uning kesili texmi ig'irlashib ketdi. Ko'zlari chirg'usiz qichishib va og'rib, yosh to'xtamay quyilib turadigan bo'lib qoldi. Tebib, dorikarlarning barcha amollari zodili kor qilmadi. Shu tariqada 10 kun o'tganda uning ko'zlari butunlay ko'rmas bo'lib qoldi. U umidsizlandi, asabiylashdi, qutirdi. O'zi hujra qilgan yipak chidirg'a og'otlardan boshqa hech kimni kirgizmaydigan bo'ldi. Gumonxo'rligi chekidan eshib, hech qanday odamga ishonmaydigan bo'lib ketdi. "Kimsan? Nima qilyapsan?" deb varqirab ketdi. U bir kuni oyoq bu yoqqa qo'lini so'zib. Chidir ichini yig'ishtirayotgan ishga oqvat qo'rqib ketdi. Bu biz o'rin ko'plarni yig'yapmiz. Bu aldamchi kazzoblar. Meni ko'maydi deb xufiyani ish qilishyapsan. Hey, kim kirgizdi sanlarni? Rostini aytish, menga suiqasd qilmoqchimi? Ishga oqvat o'zlarini yerga tashlab uning pashlarini so'ydi. Ulug' Samg'on, biz har kuni hujralarni yig'ishtiramiz-ku. Biz har kuni bu yerga kirib chiqib turamiz-ku. Qaravol! Biz tayyor ulug' Samg'on. Mana ishga oqvatni ochiqib, har birini 30 qamchidan savahla. Ular menga gap yondirdi. Shuning bilan ishga oqvat 30 dan qamchi yeb, o'ngrab yig'lab o'rinlardan aram qopishdi. Qattiq sovuq bo'lgan qish kunlarining birida An Lushan o'zining yaqin sabdoshlaridan bir nechasini yig'inga chaqirdi. U ziyoda asabiylashgan holda gapni udulla aytdi. Darhol qo'shin tortib, Chang'anni qaytirib o'dinglar. Uyg'urlarni qo'g'lab chiqaringlar. Ularni qirib tashlanglar. Chaqirilgan sabdoshlar bir-biriga qarashib un chiqmadi. An Lushan texmi chechilib, ovozining boricha varqirab ketdi. "Hey, gap qilishmaysan-ku? Ha? Qo'rqishyapsan? Mendan yuz o'rishdingmi? O hayillar, qo'rqinchoqlar!" Sabdoshlar ichidagi yoshroq biri ig'iz etishga jur'at qildi. "Ulug' Samg'on, biz qo'shin tortishdan qo'rqmaymiz, lekin Tobg'ach qo'shini Uyg'urlar bilan birlashib kuchayib ketdi. Shunga oldimizdagi urushga puxta tayyorlik qilishimiz kerak." "Ha? Biz Uyg'urlarga teng kelolmaymiz demoqchimisan? Buyruqimni o'rindashdan bosh tortdingmi? Qaravol! Qo'riqchilarni chaqir! Biz tayyor ulug' Samg'on. Bu osiy munofiqni tutinglar. Mana qari soqolliq, egiz bo'yliqni tutinglar. U menga qarash chiqdi. Bu xoin! Uning kallasini elinglar. Hash-pash degicha qo'riqchilar egiz bo'yli qari soqolni ikki yandan qamallab tutqunicha so'rab ochiqib ketishdi. Boshqa sabdoshlar ahvolning bunchalik darajada eg'ir bo'ladiganligini xiyoliga keltirmagan bo'lg'achqa qanday qilishni anqirolmay hongtong bo'lib turib qolishdi. Shuning bilan yiliqi talaysiz egiz bo'yliqning qilsi chepib tashlandi.
Shu vaqadan keyin Anlushanning yuqori darajalik sarkarda maslahatchilari xufiyani yig'ilib muzokaralashdi. Buningdan burunmi bir necha kishi nahaq o'ldirilgan edi. Lekin bu qitim qisa bakchekidan ishib ketdi. U endi o'zining eng yaqin sardoshlariga qo'l silishga boshladi. U hatto o'z o'g'li Anchon Shuyni yeniga kirgizmaydi. U Anchon Shuy mening o'rnimni tortib olish uchun meni qasdlaydi degan gapni bir necha qitim aytdi. To'g'ri. U bir necha qitim shundoq degan. Qisqasi, u aqlidan ozg'ili turdi. Bundaq ketivas bo'lmaydi. Endi yana onunga yo'l qo'yaversak, başlagan ulug' ishimiz yo'q chiqadi. Shundoq. Shuning uchun har qaysilariga shundoq taklif beramanki, dedi Yanjuang ovozini pasaytib va maslakdoshlariga sirliq ko'zda qaradi. Shu kuni kechida, ya'ni milodiya 757-yili 1-oyning 30-kuni tun nisbi bo'lganda, ko'tmek soqolliq maslahatchi Yanjuang bilan Kusa Og'vat Lijuer qorg'i bo'lib talblashgan Anlushanning chidiriga asta kirib, uning ko'krak qo'rsqig'i kayni-kaynidan bir necha qitim xanjar tiqdi. Shundoq qilib, Jungu dunyo tarixida yuksak madaniyati, tangdossiz kuch-qudrati bilan mashhur bo'lgan Tang sulolasining gumron bo'lish girdobiga akilib qo'ygan qaysar, iqtidorli sarkarda Anlushan taqdirning karomati bilan o'z odamlari tarafidan yo'qotildi. Anlushanning o'limi qisqa bir mezgil ichida maxfiy tutildi. Bu jarayonda Yanjuang qatorliqlar Anlushanni yangidan qurilgan Yan sulolasining podshohi deb e'lon qilishdi. Shuningdan keyin Yan sulolasining ulug' podshohi Anlushan qazo topdi deb oshkora uqtirish qilindi hamda uning do'tlikda nomi chiqqan o'g'li Anchon Shuyning taxtga vorislik qilganligi e'lon qilindi. Natijada Anchon Shuy atoqdagi podshoh bo'lsa-mu, amaliy huquq qaqbash maslahatchi Yanjuangning qo'liga markazlashib qoldi. Sang'ullar va amaldorlar itoat bildirib, Yan sulolasining buyuk podshohi Anchon Shuy oliylari yashig'aylar, tuman ming yillar yashig'aylar deb o'nlik xitob qilishganda, bu buyuk podshoh qandoqdir g'ayri tabiiy qiyofatda ahmoqlarcha hijib, endi qandoq qilish kerak degan savol ma'nosi ro'shan ifodalanib turgan dugalak ko'zlari bilan yenida turgan maslahatchiga qaradi. Maslahatchi Yanjuang bo'lsa, otalarcha tamkinlik bilan, yosh podshohimiz otisidanmi ulug' ishlarni tavirtidi. G'arb tarafda garchi Chang'an qo'ldan ketgan bo'lsa-mu, Yan sulolasi qurilganligi jakarlangan paytda sharq tarafda Anlushanning yaqin sabdoshlaridan Shisimin qo'l ostidagi 80 ming kishilik qo'shinni boshlab, butun Xibey diyorini ishg'ol qildi. Bu joylardagi Tang sulolasi qo'shinining qo'mondoni Qitan Begzodasi Li Guangbi bardoshlik berolmay Tayyuan qal'asiga chekindi. Shisimin uning kaynidan iz besib kelib, Tayyuanni muhosiraga oldi. Bir necha kun qattiq jang bo'ldi. Lekin Shisimin qal'aga besib kirolmadi va o'zining ko'ni turalg'usi Fanyonga qaytib ketdi. Maslahatchi Yanjuang bu voqeadan xabar topgandan keyin to'lima xafa bo'ldi. Shisimin bosh-boshdoqlik qildi. Yan podshohidan ijozat olmay, bizga moslashmay o'z oldiga mushundaq qilib yursa bo'landi, ha? Agar hamma sang'ullar podshohga bo'ysunmay, o'zi bilgancha ish qilsa, bizning ulug'var ishlarimiz suvga chilishidi. Yanjuang o'ziga ishonchli bo'lgan bir necha amaldorlarni tanlab, Fanyonga nazoratchi qilib avatdi. Shisimin talay jang maydonlarida chiniqqan botur, tavakkulchi, ochiq yomon sang'un bo'lg'achqa, o'zining harakat erkinligini bo'g'adigan har qanday ishga toqat qilib tura olmaydi. Shunga 758-yili bahorda u nazoratchi amaldorlarni qo'lga elib, Tangsu songa elchi avatdi.
Şisiminning elchisi Chang'andagi Tang sulolasi o'rdasiga kelib, Tangri o'g'liga ta'zim qildi. Rahbarimiz Shisimin Sangon, Tangri o'g'li Tang Suzong oliylariga salom yo'llash bilan billa, o'zining buyuk Tang davlatiga sodiq bo'ladiganligini Peqir orqali alohida uqtirish qiladi. Tang Suzong xushalliqida elchiga alohida mehribonlik ko'rsatib, uningga katta ziyofat berdi va qimmatli sovg'a salomlarni taqdim qildi. Shisiminni Fanyang oymig'ining hirovuli qilib tayinladi. Shuning bilan Shisiminning kontrolligida turayotgan Xibey diyori Tang davlati qo'yniga qaytib kelgan hisoblandi. Qutatmish ot ustida mag'rur o'ltirib, Odul oldi tarafga, yiroq-yiroqdagi qo'ng'ir yer bilan ko'k osmon tutashgan joylarga o'tkir ko'zlar bilan qarab ketayotdi. Bahordagi izg'irin cho'l shamoli uning uzun qo'ng'ir sochlarini uchirtib o'ynatdi. Uning yuzi shamol va oftobda kuyib qizg'uch mis rangiga kirgan. Ko'kraklari ko'tarilib, teni ching'an, qo'y ko'zlari o'ziga ishongan odamlarga xos qaysarlik alomatlari chaqnatib turadi. Amdilatin qo'yuqlashishga boshlagan qisqa qo'ng'ir soqol bo'riti o'ziga bak yarashgan bo'lib, turqi siyoqiga o'zgacha bir xil bahodirlik sifatini qo'shib turadi. Qisqasi, u Orxun bo'yidan yangi kelgan chaqdagi yumron notidek vaqtiga selishtirganda tamoman boshqa bir odam bo'lib qolgan edi. Qutatmish etini chaptirib ketib o'tib, o'p jo'risidagi saptashlarga qizg'in ishtiyoqi bilan qarab qo'yadi. Uningga har bir jangchi bir-biridan jasur polvonlardek ko'rinadi. Bundaq jangchilar hech qanday jangda yengilmaydi deb faxrlanish tuyg'usi bilan o'ylaydi u. Darvaqa, Qutatmishning bu o'yi amaliyotga tamoman uyg'un edi. Qutlug' belgi yopg'u qo'mondonligidagi Uyg'ur qo'shini bir hujum bilan Tang sulolasining asosliq ostonasi Chang'anni elib dong chiqargandan keyin hozirgacha bo'lgan bir necha oy davomida uziltirmay jang qilib, kayni-kaynidan zafar quchmoqda. Bo'lib o'tgan cho'ng kichik janglarning hammasida Uyg'ur qo'shini qarshi tarafni tarmar keltirib, surib qo'g'lab kelmoqda edi. Altın ranglik bo'ri beshining shakli tushirilgan ko'k bayroq to'xtamay olg'a ilgirlamoqda. Qutatmish hayot mamatlik janglarda har kuni degidek o'lim bilan yuzma-yuz uchrashib chiniqmoqda. Haqiqiy o'rxulliq bo'lib yetilmoqda edi. Kang dalada o't cho'plar yangidan ko'karishga boshlagan quyoshli kunlarning biri edi. Qo'shinning oldida ketgan 100 nafar chorlug'uchi otlarini oyamay choptirib qaytib keldi va Goziyi Sangunning zo'r qo'shini bilan Anchingshuy qo'shini jang qilayotganlik xabarini yetkazdi. Qutlug' belgi yopg'u o'z yinidagi Sangun va chavushlariga qarab bir qo'lini egiz ko'tarib, jangga tayyorlaninglar deb buyruq berdi. Bayroqlar yigit bahori shamolida kang echilib, lapildab turgan bo'ri bayrog'ini egiz ko'tarib, dulduldek etini tez choptirdi. Butun qo'shin bayroqning kaynidan ot soldi. Aslida qo'mondon Goziyi zo'r qo'shinni boshlab Anchingshuy qo'shiniga zarba berish uchun yurishga otlangan edi. 150 ming kishilik zo'r qo'shin bilan Shanju oymig'ida turayotgan Anchingshuy Goziyining kelayotganligini anglab, Shindiyan degan yerdagi tog' bag'irda sap tuzib jangga tayyorlanib turdi. Goziyining piyoda qo'shini dalaga kang yeyilib, butun sap bo'yicha umumiy yuzlik hujum qo'zg'adi. Anchingshuyning otliq qo'shini qaytirma hujumga o'tdi. Shindiyan tig'ining oldidagi tuzlang tumanligan ot va odamlarning qonliq qaynamig'i aylandi. Anlushan qo'zg'olon ko'targandan tartib hozirgacha namoyon bo'layotgan jang manzarasi yana takrorlanishga boshladi. Piyodalarning uzun nayzalari otliqlarning o'tkir qilishlariga teng kelolmadi.
Anchungshining otliqlari go'yan kelgundek yamrab, piyodalar saflarini buzib, ilgirlashga boshladi. Tang sulolasining ot minishga odatlanmagan askarlari usti boshlariga chaqmoqdek urilayotgan qilichlarni qizil popuklik nayzalar, kun tortib yasalgan qalqonlar bilan to'sib olishga amalsiz qoldi. Tömürde bulg'alar uchib tushdi. Bosh bo'yinlar chepildi. Nayza qalqonlar butun atrofga chichilib ketdi. Ko'ziyi sangun oq etini uyoq bu yoqqa choptirib, aynekdek volildab turgan ikki bisliq tuz qilichini pulanglatib, askarlarga madad berib boqdi-yu, vasiyatni o'ngshiyolmadi. Otliqlar piyodalarni uch tarafdan qo'rshab, tor jilg'iga qistab qo'ydi. Tang sulolasi qo'shuni intayin xatarlik ahvolda qolgan edi. Dal shu chaqda qutlug' belgi yobg'uning otliq qo'shuni Anchungshining kayniga o'tib, tog'ning janubiy qoptilidan uchqandek tushib keldi va hayvatli qiyoqas cho'qan ichida o'qyalardan o'q uzdi. Anchungshining askarlari ko'k bayroqni egiz ko'tarib, o'q yog'dirib, tog' qoptilidan tushib kelayotgan otliqlarni ko'rib, Uyg'urlar keldi deb varqirashganicha taraf-tarafga qochdi. Hozirga qadar Shanxi, Xibey, Henan rayonlarida bo'lib o'tgan urushlar davomida Anlushan, Anchungshui qo'shinidagilar Uyg'urlarni yengilib bo'lmaydi degan aqidaga qat'iy ishnadigan bo'lib ketgan edi. Bo'libmi, oxirgi vaqtlardan beri yiroqda bo'ri bayrog'i ko'rinishi bilan Uyg'urlar keldi deb vahimalik cho'qan silib, urush mayli qochadigan ahvollari ko'rilishga boshlagan edi. Bu qitimmu shundoq bo'ldi. Anchungshui askarlari Uyg'urlarni ko'rishi bilan xuddi o'rkib ketgan jarallardek hech nimaga qaramay jinini elib qochdi. Qutatmish raqiblarning bundoq ketishini ko'rishga odatlanib ketgan edi. U bajoyiga qanotli tulpardek uchib ketayotgan otning ustida o'q-yodin o'q uzib, bir qancha dushmanni yiqitdi. Andin yana sadoqa selib, qilichni qinidan sug'urib oldi. Jang o'tida uning qiyni qizib, g'ayrati hassalab ochdi. Agri qilichini Hasan Husandek chaqnitib, o'ng'imi, so'lg'imi chapqala turdi. Buni jang degandan ko'ra qo'g'lab yo'qotish degan tuzukrak edi. Qarshilik ko'rsatish irodasini yo'qotgan Anchungshui askarlari jon achchig'idan dod-faryod urib, o'lar tirilishiga qaramay qochadi. Qutlug' yabg'u askarlari bo'lsa, ularni xuddi dalada to'shqan, tulki qo'g'lagandek kayniga kirib olib, agri qilishlari bilan savoydi. Qiychivatqanlar turkum-turkumlab qarilib ketdi. Chaqmoqdek urilayotgan qilichlarning zarbisidan omon qolmagan ba'zan otlarmu qattiq kishnab gupildab yerga yiqiladi. Go'ziyining piyoda qo'shuni Qoqos Shindiyan teg'ining oldida qoldi. O'rxulliq chavandozlar bo'lsa, qo'g'lashni davomlashtirib, cheksiz talaga ichkirlab ketaverdi. Xinanning tog' dalillarida bundoq dahshatli jang texi ko'rilib boqmagan edi. Butun atrofda dushman askarlarining jasadlari chechilib, terilib ketgan edi. Bu Uyg'ur qo'shoni Tang sulolasiga yordam berishga kelib, Chang'anni qaytirib olgandan buyonqi ikkinchi qitimliq zo'r g'alaba edi. Amdi sulolaning sharqi ostonasi Loyangga boradigan yo'l ochilgan edi. Anchungshuining yana qarshilik ko'rsatgudek holi qolmadi. Nasihatchi Yanjuangning ko'rsatmasi bo'yicha u qoldiq qo'shini bilan Sariq O'g'iz daryosidan o'tib, Xinanning Anyang oymog'iga qochib ketdi. Go'ziyi qo'shini bilan Qutlug' yabg'u qo'shini birlikda bo'sh qolgan Loyang shahriga qarab yo'l oldi. Masmadar Shindiyan jangida pitirab ketgan 10 necha askarlar bilan to'plashib qechib, Uyg'ur qo'shinining qo'g'lab zarba berishidan aram qutuldi. Kech kirganda ular bir chatqonlikqa kirib qo'nalg'iga to'xtadi va xaltalardagi teriq, talqonlarni chiqarib, qo'rsaqlarini chalib bo'lib to'qlagan bo'ldi.
osmonda sansizlig'an yo'riq yulduzlar g'amsiz jimirlab, xuddi masmadarni mazoq qilayotgandek tuyuladi. Masmadar yulduzlarga qaramaslikqa tirishib, yanchi o'rilib yotadi. Lekin u zotili uxlayolmadi. Boshqalari ziyoda charchab ketganlikdan allaqachon xo'rak tortishni boshlavatgan edi. Faqat mushu masmadarlar hasrat bilan cho'nqur tinib azoblanadi. Vaziyatni xato mo'ltirlabdiman. Anloshanga agishib, nab olaman deb ishongan edim. Amaliyot buning ta'tirchi bo'lib chiqdi. Ishongan tog'larda kiyik yotmaydi degan rost gap ekanda. Endi qanday qilish kerak? Ish qilib, anchan shuni yinig'i bormayman. Shunchalik ahmoq bo'lganimni yetar amdi. Bir necha azmatni boshlab, bu yerdan ketaymi? Yana burunqidek karvon yo'llarini to'sib, qaroqchilik qilaymi? Masmadar hech qanday qilib uxlay olmadi, ham yotolmadi. U yotgan yeridan qo'pdi va uxlayotgan haqamsoyillarning orasidan asta o'tib, tanho o'zi yiroqqa berib to'xtadi-da, ikki qo'li bilan belini tutib, yulduzlarga ko'z tikdi. Uning ko'z oldida odar qizning go'zal siymasi gavdalandi. Umi yo'q bo'ldi. Demak, Fanyanga berishimning hojati yo'q. Amsa nega boray? U qachonlarda qanday qilib uxlab qolganini o'zimi bilmay qoldi. Tong suzilishga boshlaganda u yana hammadan burun turib ketdi. Hey, qo'ponglar! Hey, qo'ponglar! Tezroq berib, Uyg'ur qo'shiniga qo'shilaylik. Qutlug' yobg'u qo'shini Loyang shahri tarafga tez ilgirlab ketyotdi. Halbuki Qutatmishning ko'ngli kaynida qoldi. U Chang'anni o'ylaydi. Shu Chang'an shahrida qolgan qo'rdonlik go'zal qizni ko'z oldiga keltirdi. Qo'shin g'azalanib dam ilishga to'xtadi. Qutatmish qo'mondan Qutlug' yobg'uning oldiga kelib, bir puti bilan tizlandi. Ulug' yobg'umga iltimosim bor. So'zla. Ulug' yobg'um, raqiblar uzil-kesil tarmar keltirildi. Urush oyoqlashdi. Menga ijozat berishingizni o'tinib so'rayman. Nima qilmoqchisan? Chang'anga boraman. U yerda qo'rdonlik bir yetim qiz meni saqlab turdi. Mundaq degan. Ko'ngling shuningga tortib yigitlik qilgan bo'lsa, Loyanga borganda chiroyli topg'ach qizlardan biri ikkisini tanlab tutib olmamsan. Ulug' yobg'um, Chang'andiksi men uchun alohida bir qiz. Men uningga urush oyoqlashgandan keyin qaytib kelaman deb va'da qilgan edim. Seningmi ishingda shaytonning to'li nima ekansan? Mayli, ketsan ket, Botir azmatgansan, Botir. O'z ixtiyoring bilan qo'shinga kelgan eding. Yana o'z ixtiyoring bilan ketmoqchi bo'psan. O'g'il boladak jon qilding. Endi sana ijozat beray. Ko'nglingni tushundim. Qo'rdonlik qizlar go'zal keladi. To'xtabdi. Sana mukofot bergim bor. O'ljaga tushgan otlardan ikkini o'zing tanlab ol. Ko'k tangri umringizni uzun qilg'ay. Yer suv ilohlari sizga madad bergay, ulug' yobg'um. Qutatmish nasllik arg'amoqdan ikkini tanlab oldi va ularni nuqtalab cho'luvirini o'zi mingan chilon to'riq etiga chetib, qayta Chang'an yo'liga ravon bo'ldi. Qutlug' yobg'u uning kaynidan qarab bir piyola mayni ichib-da yana o'nlik kulib ketdi. Ay ahmaq, bir qizni deb shuncha yiroq yerga yolg'iz ketayotganini qaranglar. Loyang'imi ozda qoldiq mana. Tobg'ach qizlarning ichidimi qaymoqdek tatliqlari bor emasmi? Hey ahmaq. Qutatmish ketib ikkinchi kuni O'rxun qo'shiniga 50 tek chavandoz kelib qo'shildi. Qutlug' yobg'u yo'rg'ilab ketayotgan oq etini to'xtatib, ulardan so'radi.
Nima odamsizlar? Qilich o'qiyalaringlar tal turdi. Anchanshining askarlari o'xshamamsizlar. Mening ismim Masmadar. Biz hammamiz Uyg'ur, To'ng'ra qabilasidan bo'lamiz. Burun ota-onalarimizning quturtishi bilan qaymoqib, Anchanshiy tarafda turgan ekanmiz. Endi aqlimizni topdik. O'z kishilarimiz bilan urushmaymiz deb sizlarga askar bo'lishga keldik. Adashgan qarindoshlaringlarning gunohidan o'tib, oranglardan o'rin bergaysizlar. Sizlar ozg'un to'ng'ralar ekansizlar-da. Sizlar o'z vaqtida Yog'laqar urqining rahbarligiga qarshi chiqib, xalqimiz bilan dushmanlashib, oxiri bizga teng kelolmay, tabg'ashlarning yurtlariga ko'chib ketgan edinglar. Keyin yana Alloshan bilan til beriktirib, Yog'laqar urqini yo'qotish ham xiyolda bo'ldinglar. Ras, biz ozg'an, lekin shamollarimiz tovuq qilgan gunohkorlarni kechirish kerak deb ta'lim berdi-ku. Qon qarindoshlar, qayta jam bo'lsak, ajdodlarimizning muqaddas ruhlari xursand bo'ladi. Rasa, gapchi nima ishkansan? To'ng'ralarning ko'p qismi Chang'anni elishching'idan keyin biz tarafga o'tgan edi. Endi sizlar kelibsizlar. Ma'qul. Tovuq qilgan bo'lsanglar, sizlarni qabul qilay. 13-bob. Ishga ostonadagi ishlar. Ko'ziyi qo'shoni bilan Qutlug' Yobg'u qo'shoni yig'ish tantanasi bilan mag'rurona qiyofatda Loyang shahriga kirdi. Shuning bilan buyuk Tang davlatining har ikki ostonasi ozod qilindi. Qutlug' Yobg'u o'zining yaqinlari bilan shahardagi eng hashamatli imoratlardan biriga o'rinlashdi. Tabg'ach oqsoqlari jannatda yashaydi ekan. Nima degan isil o'ylar bu? Nima degan tugumas boyliq? Uning keynidan kelayotgan tupak olib shul Yog'laqar hech qanday ifoda bildirmaydi. Nasihatchining kamso'zligiga ko'nib ketgan Qutlug' Yobg'u undan javob kutmay o'zining gapini qilaverdi. Bizmi bu yerda tabg'achlardek huzurilib boqayli. Nag'machilarni tepib kelinglar. Katta ziyofat hozirlanglar, bazmi qilayli. Xo'p, ulug' Yobg'um. Tupak olib shul yana gap qilmaydi. Lekin uning chiroyidan xushal bo'lmaganligi chiqib turadi. Ziyofat hozirlandi. Tabg'ash nag'machilar tepib kelindi. Ishik panjarlari qora rangda, o'tirdagi yumaloq to'riklari qizil rangda sirlangan ozoda bo'lmada bazmi boshlandi. Qutlug' Yobg'u va uning yaqinlari tam yoqilitib silingan rangdor gilamlarga yoyliq pardasida chazo qurib o'tirishdi. Dasturxon tortildi. Sozandalar barbet va naylarni chelishdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rg'un shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Qo'mondan kim? Sen o'manmi? Gap qilmay qo'yib basam, hamma ishga chepilib olib, bak haddondan ishib ketdim, ha? Qo'shinda tartib o'rnatish sening ishing emas, mening ishim. Yuz ko'zini soqol basgan, maydisini tik qoplagan maymun odamlar malomanchilik qilyotdi. Bu maymunlar bak yamankan, ambal, to'rg'ilama ularni qo'rqib gap qilolmayotdi. Men cho'qim Xanzular bilan Uyg'urlar o'rtasidagi do'stlik, ittifoqlikni davomli kuchaytirish uchun kuch chiqaraman.